Oltinchi misol. Agar rasmdagi sxemada kalit ulansa, quyidagi nuqtalarning qaysi biri to'g'ri? Demak, birinchi holatda kalit ulanmagan holatda S1 bilan S2 bir-biriga ketma-ket, S3 esa ularga parallel bo'ladi. Demak, bu holatda tarmoqdagi umumiy kuchlanish qanaqa bo'ladi desak, sistemada u kuchlanish bo'lsa, demak yuqoriga ham u kuchlanish, pastga ham u kuchlanish. Ikkalasini endi sig'imlarini teng deb olib tursak, bunda U2, bunda bo'lsa U taqsim 2 kuchlanish bo'ladi. Kalit ulangan mahal nimalar sodir bo'ladi desak, kalit ulanganda pastda bir tomonda S1, mana bunday bo'lib qolsa, S. Demak, bunda parallelda sig'imlar qanaqa qo'shilardi? Epsilon 0 S taqsim D bo'lsa sig'imni formulasi kondensatorniki. Xo'sh, parallelda ular yuksalar, demak to'g'ri-to'g'ri qo'shiladi. Birinchi holat bo'yicha mana bunday xulosa kelib chiqadi endi. Bunikisi, buniki ikkisi deb olsak, bunda U1 kuchlanish, bunda U2 kuchlanish bo'ladi. Demak, ikkalasini umumiy kuchlanishi zaryadlar konstantaligidan umumiy kuchlanish U bo'lsa, birinchisiga qaysi birini sig'imi katta bo'lsa, kuchlanish shuncha kichkina bo'ladi. Demak, U1da 2U taqsim 3 kuchlanish S teng bo'lishi kerak. Taqsim 3 ikkisiga zaryadlar konstanta. Demak, shundan foydalansak, birinchisida 2U taqsim 3 kuchlanish va ikkinchisida U taqsim 3 bo'lsa, ular teng. Ikkinchisida U taqsim 3 kuchlanishlar bor. Bundan xulosa, birinchi qanchada maydon kuchlanganligi ortadi. Demak, maydon kuchlanganligi to'g'ri proporsional kuchlanishga. Demak, maydon kuchlanganligi so'ralib turgan bo'lsa, kuchlanish qanaqa o'zgaryapti? Birinchisida U taqsim 2 edi, bu taqriban 0.5 degani, ikkinchi holatda bo'lsa, bu taqriban 0.66. Demak, birinchisining kuchlanishi ortdi, demak, maydon kuchlanganligi ortadi. Bir to'g'ri. Endi ikkinchi kondensator maydon kuchlanganligi kamayadi deyapti. Birinchi holatda u 0.5 edi. Ikkinchi holatda buni qiymati 0.33. Demak, kuchlanish kamaygan bo'lsa, kuchlanganligi ham kamayadi. Endi maydon kuchlanganligi o'zgarmaydi deyapti. Unda hozir birinchi holatda u kuchlanish bor edi. Keyingi holatda u taqsim 3 ham kamaydi. Demak, bu xato. Demak, bizda javob 1 bu 2 to'g'ri javob degan ma'no kelib chiqib qolyapti. Misdan yasalgan sfera sigma zichligi bilan zararlangan sfera radiusi R ga teng. Sfera sirtidan R taqsim 2 masofadagi iltimaidan potensialini toping. Demak, bizda sfera mavjud. Sferaning radiusi katta R ga teng ekan. Bizdan sfera sirtidan R taqsim 2 masofadagi potensial so'ralyapti. Demak, potensial formulasi K Q taqsim R qiymatda beradi. Endi K ni qiymati qanday? K ni qiymati 1 taqsim 4pi epsilon 0 ko'paytirilgan Q zaryadda bo'lsa, biz sigma S sifatida qaraymiz. Pastda R radius bor. Demak, 1 taqsim 4pi epsilon 0 ko'paytirilgan sigma sfera deyilyapti. Demak, sfera radiusi endi sirti haqida gap ketyapti. To'la sirti 4pi R kvadrat. Endi bizda pastda qolyapti, R radius qolyapti. Muammoli jihat qayerda bo'lyapti desak, hozir
r masofada unga qanaqadir h masofa qo'shilyapti. Ya'ni h demak bu ham plyusdan h bo'ladi formula. 4p bilan 4plar qisqarib ketsa, bizda qolyapti sigma r kvadrat taqsim r plus h. H qiymati yarimga tengligi uchun demak bu 3 taqsim 2 bo'lib qoladi. Demak phi potensial sigma r kvadrat epsilon 0 3 taqsim 2 ta r bo'lyapti. Bu bilan bu qisqarsa demak 2 sigma radius taqsim epsilon 0 dan 3 ta. Bizda javob javobda turibdi. 8-masala. Zaryadlar orasidagi masofa 12 cm ga orttirilganda ular orasida ta'sir 9 marta kamayadi. Demak, birinchi holatda ikkita zaryadlar orasidagi masofani r ga teng deb tursak, bunda q1 zaryad, q2 zaryad bo'lsin va bu holatdagi f kuchimiz k q1 q2 taqsim r kvadrat bo'lsin. Ikkinchi holatda masofa 12 cm ga orttirilganda deyilyapti ekan. Demak, orttirsak r plus 12 bo'lib qoladi. 12. Buni zaryadi q1, buni zaryadi q2. Ta'sir kuchi 9 marta kamaydi deyilyapti. Demak, birinchi holatda 9f deb olsak, ikkinchi holat 9 marta kamayganda f bo'lib qoladi. Shunisi bizga qulayroq. K q1 q2 zaryad pastda r plus 12 ni kvadrat. Ikkosini nisbatlab olsak, 9f taqsim f teng bo'ladi k q1 q2 taqsim r kvadrat k q1 q2 taqsim r plus 12 ni kvadrat. Bir xil narsalar, f'lar bir xil, k'lar, q1 q2lar bir xil qisqarib ketsa, demak chap tomonda 9, o'ng tomonda bo'lsa r plus 12 ni kvadrati taqsim r kvadrat. Bitta ildiz olsak, ikkala tomondan 3 teng r plus 12 taqsim r. Demak, 3r teng r plus 12 va bu yerdan 2 teng 2r teng 12 bo'lib, rda qiymati 6. Dastlabki masofa bizda demak 6 ekan. Unaqa javob javobda turibdi. Elektr maydon kuchlanganligi 40 volt taqsim etilgan maydonda shu maydon zaryadiga 1600 nanonewton kuch ta'sir etayotgan bo'lsa, shu zaryad miqdorini toping. Demak, bizda E q teng bo'lar edi F kulon kuchiga. Demak, q zaryadning formulasi F kulon kuchini bo'lishimiz kerak E maydon kuchlanganligiga. Demak, kulon kuchimiz 1600 nano deyilyapti. Bu 10 + -9 degani. Pastda kuchlanganlikning qiymati 40. Demak, o'z-o'zidan ma'lum, mana 10 + -9 ning qiymati nanokulonga o'tib olsak, nanonewtondan, demak nanokulonga o'tib olyapmiz. 1600 ni 40 ga bo'lsak bo'ldi ekan. Bunda bitta 0 bilan 40 da bitta 0 qisqarib ketsa, 160 da 4 ga bo'lsak, qiymat 40 nanokulon. Bunaqa javob bizda D javobda turibdi.